Assalomu alaykum. Ushbu videoda sizlarga dumba mushaklari, xususan gluteus mediusni zaifligi yoki disfunksiyasini ko'rsatadigan Trendelenburg testi haqida ma'lumot beramiz. Trendelenburg testi bemorni turgan holatda bajariladi. Bemordan bir oyog'i ko'tarilishi so'raladi. Normada ko'tarilgan tomonda dumba, ko'tarilmagan tomonga nisbatan yuqorida joylashadi. Bu testni manfiy ekanligini ko'rsatadi. Aks holda dumbaning ko'tarilgan tomonda pastga tushib qolishi qarama-qarshi tomonda testni musbat ekanligini ko'rsatadi. Trendelenburg testining bortga ko'ra sezuvchanligi 72,7, spetsifikligi 76,9 ni tashkil etadi. Ushbu test odatda dumba mushaklari disfunksiyasi, nervus gluteus superior shikasti yoki chanoqson bo'g'imi dispaziyasida musbat bo'ladi.